Navoiy viloyati teleradio kanalida ochiq muloqot ko'rsatuvi davom etadi. Biznesni boshlash oson, ammo soliqlar va yangi qonunchilik tizimida adashmay harakat qilishchi, siz davlat tomonidan berilayotgan asl imtiyozlardan xabardormisiz? Nega ko'plab tadbirkorlar hali ham tekshiruvlar va soliq yukidan xavotirda? Savdo-sanoat palatasi va soliq boshqarmasi biznesni qanday himoya qiladi? Shu borada savollaringiz bo'lsa, bugun soat 18:00 da to'g'ridan to'g'ri efirga uzatiladigan ochiq muloqot dasturi orqali soha mutasaddilariga yo'llashingiz mumkin. Ochiq muloqot ko'rsatuvida yashirin savollar qolmaydi. Dasturda viloyat soliq boshqarmasi hamda savdo-sanoat palatasi mas'ullari savollaringizga jonli efir orqali javob beradi. Murojaatlaringizni 90lik kodi bilan 235 24 44 raqamiga qo'ng'iroq qilgan holda yoki ushbu raqamlarga SMS orqali yo'llashingiz mumkin. Muammolar ochiq aytiladi. To'siqlarga yechim shu yerda topiladi. Biznesingiz rivoji uchun bu muloqot juda muhim. Bugun soat 18:00 da ochiq muloqot dasturi o'tkazib yubormang.